O'ylaymanki, muhim va baxtli daqiqalarga har tomonlama tayyorsizlar. Tayyorgarlik yaxshi. Xudoga shukr. Mana ho'kiz boqayapmiz. 20 yoshga aroq olib qo'yganman. Vino ham bostirib. Hammasi yaxshi. Kelin, kuyovni familiyasiga o'tasizmi? Ha, o'tadilar. Meni familiyamga o'tadilar bu ish. Nimaga men uchun javob beryapsiz? Men o'tmayman. Chunki siz o'tasizda, o'tasiz. Nima o'tar ekanman? Chunki hamma o'tadi-da, siz o'tasizda. Men o'tmayman familiyangizga. Undan ko'ra siz meni familiyamga o'tib qo'ya qoling. Men sizni familiyangizga o'taman. Qayda ko'rgansiz erkak kishini, ayol kishini familiyasiga o'tganini? Nima farqi bor? O'taveringda. Unaqasi bo'lmaydi. Men o'tmayman. Men qarang, yo meni familiyamga o'tasiz, yo to'y bo'lmaydi. O'tmayman, qo'ying, o'tmayman dedim, o'tmayman. To'y bo'lmaydi bo'lmasa deyapman. Nima qo'ya qolsin mayli. Bo'lmasini? To'xtang. Talashmanglar. Bo'pti, ikkovingiz ham o'z familiyangizda qolasiz. Unaqasi ketmaydi. Yo meni familiyamga o'tadi, yo hech qanaqa to'y bo'lmaydi. O'tmayman men. Bo'lmasa bunday qilamiz. Ikkovingizni familiyangizdan yangi familiya yasaymiz. Rozimisizlar? Qani? Kelin. Kuyov familiyangiz. Meni familiyam Ahmedi. Demak, birinchi bo'g'imni olamiz. Ya'ni Kelin. Maqsudova. Demak, birinchisi ikkinchisi Moh. Nima bo'ladi? Ahmoq bilan oilasi.